Yo'q. Mayli-ku, lekin hech kimni otib tashlamaysan. Va'da beraman. Hamma qo'lini ko'tarsin, ko'tarmasa ham paxoy. Joyingdan qimirlamalaring. Ey, biz sen bilan kelishib olgandik-ku. Ko'p gapirma, pullarni ol. Xo'p, qani chetroq o't. Ey, buni nega o'ldirding? U bizga xalaqit berdi. Yaxshi. Yo'q, qo'yaylik, kassaga pul ko'pligidan yo'rlaydi deydi-ya. Xo'sh, yana ko'proq topish kerak. Qani chetroq turchi? Yo'q. Mayli, lekin bekor qiling shu ishni, uka. Ey, bunisini nega U otding? seni quloq solmadi. Bo'ldi, qil otishni. Quloq sol, agar o'lishni xohlamasang, shunchaki qimirlama. Tushunarlimi? Odam ustidan kulyapsanmi? Yo'q, uning boshi qimirladi. Bo'ldi, bu oxirgisi. Ketamiz bu yerdan. Bir daqiqa shoshma, meni o'zimning hisob-kitobim Bizni bor. ortiqcha vaqtimiz yo'q. Bo'ldi, endi ketsak bo'ladi. Qoyil, ishimiz 5 bo'lyapti. Olmoslar ko'pligidan ko'timdan shimim tushib ketyapti. Menda bir reja bor. Bizga kim yordam berishini men bilaman. Bu o'sha taniqli vulkanizatsiya studiyasi. Qani ketdi o'masam. Ey! Men bu 4 ko'zni hurmat qilaman. Ibi, uyaltirma, hay. Bitta iltimos bor. Bir dona ekzemplyarni 64 taga ko'paytirish kerak. Men buni qila olmayman, Ibi. Yo'q, ey. Valavey ko'chasi 41-uyda turasanmi? Ibi, meni uyim qayerdan biladi bu? Lekin men xohlamardim seni bolalaring va xotiningga ozor berishni. Ibiddi ona bo'ldimla hay qilaman hay. Xo'sh, u hammasini to'g'rilagan bo'lish kerak. Rostdan ham to'g'rilabdi. Qoyil. Endi bizga 2000 dan ham ko'p bor. Xo'sh, endi keyingi o'g'irlaydigan joyimiz shoshma bu nimasi bo'ldi? Groksning o'ligi yoki tirigi farqi yo'q. 10,000 olmos. Men senga aytdim kamroq o'ldir deb. Shoshma, sen meni politsiyani qo'liga topshirmaysan, to'g'rimi? Albatta yo'q. Axir biz aka-ukamiz-ku. Nahotki. Yo'q, menimcha men to'g'ri qildim deb o'ylayman. Xo'sh, meni doriyamni qachon berasizlar? Xo'sh, davom etamiz. O'zi 12,000 bo'ldi. Yana ko'proq kerak. Xo'sh, bu nima ekan? G'aniyevlar maktabi? Qani bu yerda nimani o'rgatar ekan? Yo'q, o'zim men nima qilib yuribman bu yerlarda? Xo'sh, bolajonlar, men hozir 4 ta blokning ustidan sakrab o'taman. Ha, bu oson-u. Hozir men 315 gradusda aylanib o'taman. Mana buni qiziq bo'lsa kerak. Balki men ham bir ko'rsatuv qilarman, ha? Uning uchun bir ikkita aholi kerak bo'ladi. Ey, tur, pul ishlash xohlaysanmi? Tepalikdan qo'rqmaysanmi? Ey, bu yoqqa men senga bir narsa ko'rsataman. Buni ko'rib sichib yuborasan. Ey, qani boshla, sakra. Ey, gap yo'q, yasha bor. Xo'sh, ofsar senga yo'qdimi? Ey, bu ish berdi. Boshlanishi yomon emas. Xo'sh, tayyormisizlar? Ey, ofsar, anqaymasdan sakra. Qarsaklar lekin foyda bermaydi, soqqadan cho'zinglar. Mana bu boshqa gap. Ey, ofsarlar, bunga qaranglar. Mana bu tepadan sakramoqchi. Agar ko'rishni xohlasangiz 500 ta